Abdulhamidxon bir o'zi o'rindiqda o'tirgan holda ko'zi ilinadi va shu payt eshikdan Soliha Sulton, uning zavjasi kirib keladi. Hukmdorning ustiga yoping'ich tashlayotganida Abdulhamidxon uyg'onib ketib, "Bu tushmi?" deydi. Soliha Sulton, "Men keldim, yoningizdaman. Hukmdorim, qo'llaringiz muzlab ketibdi." Abdulhamidxon esa, "Sizni suhbatingiz, sizni mehringiz bilan isiydi inshaalloh" dedi. Shu payt askarlar kirib keladi, qo'lida bir quti bilan. "Bunda nima bor? Taqinchoqlarni tashlab kelishga jur'atingiz yetmadimi?" deydi. Soliha Sulton, "Taqinchoqlar emas, shaxsiy buyumlarim. Hukmdorimizning sovg'asi, tashlab kela olmadim" deydi. Askar, "Ko'raylikchi" deb qutini yerga tashlab sindiradi. Abdulhamidxon qo'li bilan Soliha Sultonni to'xtatadi. Qutini ichida arzigulik hech nima yo'qligini ko'rgan askarlar chiqib ketadi. Saroydagi xizmatchi yigit yerdan yoyilib yotgan xatlarni yig'ib beradi va Soliha Sultonga, "Hech qisi yo'q sultonim, xafa bo'lmang. Tuzatsa bo'ladi" deydi. Soliha Sulton esa, "Endi hukmdorimning yonidaman. Meni hech narsa xafa qila olmaydi" deydi. Abdulhamidxon, "Aybga buyurmang sultonim. Marhamat, keling. Millatning ahvoli qanday? Poytaxtni-chi?" deb savol beradi. Soliha Sulton, "Odamlar xafa. Hukumatdagilar hali tushunishmayapti. Lekin xalq sizni ketishingizga qarshi chiqolmagani uchun pushaymon bo'lyapti sultonim. Bu yerga kelayotganimni stansiyadagi askarlardan sizning zavjangiz ekanimni eshitishibdi. Bir qari amaki keldi. Qo'lida bir savat tuxum bilan. Buni hukmdorimizga olib boring. Biz uni taxtdan tushirganlarga qarshilik ko'rsata olmadik. Millat sifatida orqasida tura olmadik" deya yig'ladi. Keyin boshqalar ham eshitishdi. Qo'ldagi tuxumlarni, pishloqlarni, yupqalarni bermoqchi bo'lishdi sultonim. Lekin askarlar yo'l qo'yishmadi. Shu payt oldimga bir ayol keldi. Menga bir xat uzatdi. Qo'rqqanimdan uni ocholmadim. "Oling" dedi. Abdulhamidxon, "Siz o'qing sultonim" dedi. Soliha Sulton xatni ochib o'qiy boshladi. "Zavjangiz yoningizga ketayotganini eshitdim. Darrov shu yerdan qog'oz va qalam topib, bu xatni yozdim. Men Balatli Hashmet afandining qizi Soniyaman. Eslaysizmi yo'qmi bilmayman. Bir vaqtlari erim saroyga telegramma jo'natgandi. O'zi Qaysh atrofidagi o'rmonda ishlardi. Qish edi. Uyga kela olmagandi. Men homilador edim. Ko'zim yoriydigan vaqt kelib qolgandi. Atrofda na qarindoshimiz va na qo'ni-qo'shnimiz bor edi. Erim shunda hech kimimiz bo'lmasa, otamiz bor-ku deb o'ylabdi. Sizga yetib borishiga ishonib, telegramma yuboribdi. O'zi uyga kela olmagani, meni ko'zim yoriy deb qolganini yozibdi. Siz ham darrov saroydagi xizmatchilarni yubordingiz. Meni kasalxonaga olib ketishdi. Sog' salomat o'g'illik bo'ldim. Agar siz bo'lmaganingizda, balki o'sha kecha men ham, o'g'lim ham nobud bo'lgan bo'lardik. Siz bizni otamizsiz. Farzandimiz sizga o'xshasin deya ismini Abdulhamidxon qo'yganmiz. Hukmdorim, sizga qilishganlarini aslo unutmaymiz. Aslo."